Aksessuarlar katta inshootlar, qurilishlarning kichik ammo mexanizm to'g'ri va to'liq ishlashi, dizayni ko'rkam hamda mukammal bo'lishini ta'minlovchi muhim qismlardir. Akfa Buildings Materials tarkibidagi aksessuarlar ishlab chiqarish fabrikasi 2006-yildan buyon eshik va romlar jamlanmalari uchun zarur bo'lgan aksessuarlarni ishlab chiqaradi. Qurilishlar va zamonaviy talablar asosida rekonstruksiya ishlari tobora ko'payayotgan bugungi kunda ishlab chiqaruvchilar orasida sifatli hamda ishonchli aksessuarlarga bo'lgan talab ortgan. Ushbu ehtiyojdan kelib chiqib joriy yilda aksessuarlar ishlab chiqarish fabrikasida yangi liniyalar yo'lga qo'yildi. Aksessuar ishlab chiqarish fabrikasi 3 xildan oshiq aksessuarlar ishlab chiqaramiz. Aksessuar ishlab chiqarish fabrikamizda 28, 30 tekli saytli mahsulotlarimizga talab oshgani sababli 2023-yil avgust oyidan shu xil mahsulotlarimizni, ya'ni 28, 30 yig'ma ruchkalarimiz va alyumin seriyali tetlarimizga Turkiyadan yangi qo'shimcha liniyalar olib kelindi. Saytli mahsulotlarimizga ham 2 ta liniya qo'shimcha olib kelindi. Saytli oshiq-mashqlariga esa 4 ta liniya olib kelingan. Yangi liniyalar hisobiga mahsulot ishlab chiqarish quvvati oshdi. Ya'ni tetla mahsulotlarimizda 8000 donadan oyiga 1,200,000 donaga ko'paydi. Liniya ruchkalarimiz esa 160,000 donadan 250,000 donaga ko'paydi. Yangi liniyalar hisobiga fabrikaning ishlab chiqarish quvvati mahsulot turlariga qarab 50% dan 100% gacha oshdi. Bu liniyalarning hisobiga 2023-yilda aksessuar ishlab chiqarish quvvatimiz 36 million donaga yetgan bo'lsa, 2024-yilda yangi liniyalar hisobiga 45 million donaga yetadi. Akfa brendining aksessuar ishlab chiqaruvchilari katta jamoaning kichik ammo muhim tarkibiy qismi ekanligidan faxrlanadi va doimo sifatli, ishonchli hamda talabgor mahsulotlarni mijozlarga o'z vaqtida yetkazib berish harakatida.